120, 130, 140 kam indamasdan ketadi ushlab tursa. Lekin olovlar bilan chiqadi. Men sizlarga bugun vosh fayzli bo'lgan uyimizdan reklama qilmoqchiman. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqdan o'rtadan mana shu ko'rayotgan o'rtadan bo'linadi. Bu yoq tomon qoladi, bu yog'i sotiladi. Uy ko'rsanglar bo'ladi. Eski qurilgan baqvat uylardan ziloniy zonasi ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqdan bo'lingan u yoq tomon qoladi, bu yog'i sotiladi. Men bu uyni ko'rib, bittanisini esladim. Eski boylarimizning uylari, zallari shunaqa chiroyli, shunaqa lyustralar bo'lardi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqni bitta yangi remont qilib yuborsanglar, patologlar baland, vosh chiroyli zal bo'ladi. Buni ko'rishingiz mumkin. To'rdagi boloxona bo'ladi. Voy pastdan ko'rgandinglar, u narigi tomonga o'tib ketadi, bu yoq tomon sotiladi. Spalnini ko'rishingiz mumkin. Spalni ham kichkina emas, normalniy. Bemalol. Masalan, bu detskiy xona bo'lsa kerak. Detskiy xonani ham ko'rishingiz mumkin. Bol xonalarga kiradigan, undan tashqari pastga tushadigan zinasi ham bor do'stlar. Agar uyimizdan tashqaridan ko'rsatadigan bo'lsam, uyimizni uglovoyga tushgan ko'rishingiz mumkin. Bemalol chiroyli bitta darvoza qilib turib, bu yoqni oqqa ko'klab olsangiz, xudo xohlasa chiroyli bitta uy bo'ladi. Eshikdan bu yoq tomoni sizlarga bo'ladi. 3 sutu joyimizda, 8 ta xona, undan tashqari oshxona, undan tashqari tualet hammomlari ham bor. Xudo xohlasa bitta remont qilib chiroyli qilib yashasanglar bo'ladi. Shunday holatiga kirib yashasanglar bo'ladi, xudo xohlasa. 120, 130, 140 kam indamasdan ketadi ushlab tursa. Bitta remont qilgandan keyin. Men sizlarga 100 mingga qo'yaman, ham qimmatli qiladi. 95 mingga kelib, baraka qilsanglar bo'ladi bu uyimizni. Qo'rqmasdan aytayotganim sababi 95 mingdan tepaga sotamiz deganimiz sababi, chunki lokatsiya vashi zo'r joy joylashgan. Toshkent tumani, Keles, Kiribda joylashgan uyimizda gaz, svet, suvdan vashi problem bo'lmaydi inshaalloh. Lokatsiya vashi